Hadovoy lokatsiyadan shaxsan uyni egasini o'zidan 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Ya'ni 4-etajda kirpichni Yusel markazini shunday ustida kalsoni yonginasida 3 xonali kirpichli kvartira. Barcha shart-sharoitlari bor, yo'lning ustida. Qaytarib o'taman, Yusel markaziy bor-ku, shuni shunday tepasida. Bu yerda 2/6 balkonimiz, 3 xonali kvartiramiz 4-xonasi ekan. Ya'ni 2/6 balkonimizni 3/2 qilib spalni qilib qo'yishgan ekan, 3/2 qilib yarmini balkon qilib qo'yishgan ekan. Oynalari akfa bo'ladi do'stlar. Qishin yozin ko'rishimiz mumkin. Shart-sharoitlarini yaxshigina, qishda issiqqina bo'lar ekan, obogrevatillarimiz yozda salqingina bo'lar ekan. Bu yerimizda ko'rib turgan barcha narsalarimizdan xolodilnik, televizor va qo'shimcha bir ikkita narsalar olib chiqib ketiladi. Ko'rib turgan 70-80% narsalarimiz qolar ekan do'stlar. Uyda egalarini sotishning sababi to'g'risi kengayishyapti ekan. Yo 5 xonali, yo 4 xonali, yo hovli olamiz deyishdi do'stlar. Shuning uchun srochno pul zaril. Bu yerimizda do'stlar ikkinchi xonamiz ko'rishimiz mumkin. Bu yerimiz menimcha detskiy, to'g'rida oynalari hamma yerda ko'rishimiz mumkin. Akfa bo'ladi. Har bitta xonada po отдельности обогреватель qo'yilgan. Bu yerimizdagi kompyuterimiz qoladi. Bu yerdagi ikkinchi xonamiz zalimiz. Zalimizni kattaligini qarang, fayzligina, kenggina ekan do'stlar. Qo'y. Bu yerimizda do'stlar kiraverishdan shunday chap tarafda do'stlar, meni nazarimda bu yerimiz spalni. Bu yerimizdagi ko'rishimiz mumkin stenkamiz qoladi. Bu yerimizdagi do'stlar obogrevatillarimiz ham bor. Bu yerdagi oynalarimiz ham akfa bo'ladi. Yam-yashil gullarni ham ekib qo'yishibdi uydagilar. Kiraverish zonamiz ham do'stlar chiroyligina, kattagina. Mana do'stlar, bu yerimizdagi polda mebellarimiz ham qoladi do'stlar. Prixojiyimiz ajoyib g'aroyib rangda. Bu yerimizda do'stlar hojatxonamiz, vannamiz, aristonimizni ko'rishimiz mumkin. Как положено hammasi ishlaydi. Uydagilar narxini $37,000 naqdiga bo'lsa beraveraman deyishdi. Naqd sanaganga yaxshigina arzonlashtirib beraman dedi uyda egasi. Ya'ni ki baraka qilib shaxsan uydagilar raqamini pastga qoldirib qo'ydim. Obuna bo'lib, like bosib, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Obuna bo'lib, like bosib bizni kuzatishda davom etamiz.